Farzandim grant yutganida meni birinchi reaksiyam ko'ylagimga sig'may qolganman. Biror narsani so'ramoqchi bo'lsa-kam, bu biror narsani bilmayman demaydi. Doim bunda javob bor. Men buni enagida aytamanki, sen Googlesan deyman. Hamma savolga javob beradi, doim. Farzandim kelajagini o'g'limni doim oq xalatda tasavvur qilganman. Bundan keyin ham mana shunaqa chiroyli professor, akademik unvonlarni olishini xohlayman o'g'limni. Farzandim grant yutganida shu yoshlar markazida taqdirlashdi. Uni eng oxirgi bo'lib to chaqirguncha men yig'lavordim o'sha yerda. Birinchi kirganimdan o'zi universitet yoqdi hisobi desam ham bo'ladi. Juda ham chiroyli bino, yorug', o'quv zallari, mana kutubxonalar ajoyib, juda ham chiroyli ekan. Shulari juda ham yoqdi. Menimcha eng yaxshi, eng zo'r imkoniyatlar shu universitetda bo'lsa kerak.